alaykum do'stlar. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Shamshod aka kanalidamiz. Bugun Instagramga nakrutka urish ikkinchi qismini ko'rib o'tamiz. Oldingi videolarimni ko'rib, oldingi saytlardan foydalanib ko'rishingiz mumkin. Men oldingi videoyimda boshqa saytni qilib tashlaganman, nakrutka urib tashlaganman. Endi sizga boshqasini ko'rsataman, boshqa saytni ikkinchi qism bu. Hali yana ancha qismlari chiqadi, nakrutka urishlarni ko'rish videolarni ko'rib maza qilib nakrutka urib tashlang. Instagram, Google yoki Chrome'ga kiramiz. Google hamda Chrome'ga kirib, Insta modda deb yozamiz. Qidiramiz. Bu yerda birinchida chiqqan saytga kiramiz. Siz qidirib o'tirishingiz shart emas, hech qachon Google qidirib o'tirishingiz shart emas. Men o'zim bu silkasini Telegramga tashlayman. Telegram debman, uzr kechirasizlar. YouTube'ni kommentiga joylayman. Shu videoni kommentiga joylab qo'yaman. Kirib bemalol nakrutka bu yerga fake akkauntingizni kiritangiz, o'zingizni emas. Eslatib o'taman, o'zingizni akkauntingizni kiritmang. Mana biz videoga qaytdik. Fake akkauntimni kiritib oldim. Endi bu yerdan followers bo'limiga ustiga bosamiz. Mana chizib ko'rsataman. Mana shuni ustiga bosamiz. Mana followers. Ustiga bosamiz. 280 ta deb turibdi. Bu yerdan like urishingiz mumkin, videolaringizni prosmotrini ko'paytirishingiz mumkin, har xil ishlar qilishingiz mumkin bu saytdan. Usernamga o'zingizni shaxsiy endi akkauntingizni yozasiz. Fake emas, shaxsiy akkauntingizni mana yerda xato ketdi. Find userni bosamiz, yashir pastdagi mana shu knopkani. Bu yerdan password qochib, 50 ta turibdi. Mana 50 ta mana ko'rishingiz mumkin yerda. Mana bu yerda 50 ta turibdi, to'g'rimi? Mana bu yer shu sonda mana bu 180 ta followersni 280 ta deb turibdi. Va shu followersni 50 tani o'chirib, mana shu yerga 280 ta deb yozamiz. 280 tani qilganimizdan so'ng pastdagi startni bosamiz. Mana shu start ustiga bosamiz. 120 time deb turibdi. Bu 120 sekund beradi. Endi kutib turamiz. Tonggacha men videoni pauza qilib turaman, bo'lmasa video cho'zilib ketishi mumkin. Mana jigarlar bo'ldi. Mana 280 tani yubordim dedi. Bu 280 ta bo'lgan bilan, lekin 280 ta kelmaydi. Kelsa 35 ta har xil keladi. Endi Instagramga kirib tekshirib ko'ramiz nechta kelganini. Instagram kiramiz. Videoga like bosib, kommentga izohlarni qoldirishni unutmang. Mana yurakcha qizardi va 42 ta keldi. Bu biz uchun katta, bu 42 tani ham topish ancha qiyin. 42 ta keldi. Mana 3021 ta bo'ldi. 2022 ta bo'ldi. Va 2000 nechadir ham bor edi menda. 2000 nechadir ham bor edi moya. 2200 nechadir ham bor edi, adashmasam. Mana shu 42 ta keldi odam. Bu ikkinchi qism nakrutka urishni. Birinchi qismni ko'rmaganlar Shamshod aka deb qidirib Telegram kanalimga o'tsanglar ko'rasizlar. Bu saytni bo'ya ko'rsatgan nakrutka urgan saytimning havolasini kommentga qoldiraman. Hammaga rahmat.